Ziyrak küçük, 2. kısım. Ziyrak, ben geldim. Ziyrak, gel seni kucağıma koyayım. Sen bek umakçı mı? Yeminle umak. Apang bek yaxşıcımı? Toxup açıq yerimiz kəngini bilib apdı. Bu soğuk. Bu soğuk Ziyrak'ın. Şundaq mı? Toxtanla, bu toxup açığını sizlərə əkəmirdim. Bunu alaydım, Ziyrak'dan geldim. Nima? Xotin, bu... Əmsə bizgiço. Sizlərə mi bax? Mana. Bunu qandaq yeyigili bolsun. Bunu sizga yan deb bəmidim, qaynating deb bədim. Xo'jayin paydos qildiray degan. Qarshi olamiz. Teri aqatamsiz yoki Qo'rq yo'qday degan. Bo'ladi, keling. Meninkini emas, onunkini. Qani bu Ziyrakka qaranglar. Xotin, kostyum burilkamni ko'rdingizmi? Qaysin deysiz? Hiliqi oqqar yo'lliqni deyman. Ko'rdingizmi? Ha, unima o'zgartib Ziyrakka kiygizib qo'ydim. Shundaqmi qilamsiz? Apa, men keldim. Hey, nemishqa Ziyrakni bundaq yasab qo'ydim? Ha, u atki ermak ishlar tanarkat musobaqasida qatnashmoqchi. Musobaqa hozir boshlanadi. Birinchi tur bo'shliqda disk tutish. Ziyrak tayyorlanib bitdimi? Bu yoqqa. İkinci tur kaltakni qaytirib akilish. Ya'ni tashlagan kaltakni egisining qo'liga akilib berish. Yaxshi. Ziyrak, tayyorlan. Ala. Tayyorlan! Ziyrak yo'qolib ketdi. Nima yaxshi, ajab yaxshi bo'pti. Ha, nima? Yo'q, xato bo'pti demoqchidim. Qandoq yo'qolib ketdi? Tafsili desanglarchi. Tafsili dandoq. Tafsili danglar. Havo ochiq bir atdigini, mayin shamol chiqib, barcha gullar xushparaq chechib turadi. Eng yaxshi qisqachilik danga bo'ldi. Qisqachilik qilib desam, Ziyrak tish kuchukning kaynidan ketdi. Do'stim
neçə gündən keyin komandirovkadan qaytıb keladi. Şu çaqçı Zerekni tapamısa onunğa nimimi deyəmən? Şavli, nima? Baldır qaytıb kelamsan? Zerek nəhayət yaxşı turvatıdı, xatırcam bu. Onun avazını ağlamsan? Zerek hacatxanaga kirib ketgan turib turğun, Mən hazır chaqiray. Veyga, Zerekni doğrab qavab qo'ying. Do'stim uning ovozini anglayman deydi. Ma'qulmi? Ma'qul. Şavli, Zerek keldi. Kela Zerek qavab qo'ya. Zerek xeyli yaxshi oziqlangan o'xshamamsan. Shundaq, u xeyli yaxshi oziqlandi. Qandaq bilib olding? Cho'shqidek ovoz chiqaryapsan. Xo'sh. Uxlamanglar deyapman. Uxlamanglar tezroq amal topsanglarchi. Hammamiz chiqib izlaylik. Hech nimani bilmay izlagandan ko'ra kuchuk izlash e'lon chiqaraylik. Tepag'anlarga alayda rahmat aytsak bo'ladi emasmi? 2000 yuan bilan mukofotlaymiz. 2000 yuan? Veyga, nega borsiz? Zerekni izlayman. Lekin hozir kech soat 2 bo'lgan tursa. Dada, küçük izlash e'loni yozib bersang bo'pti ekan, sal alaydiroq yozgan. Chataq yo'q. Alayda yezib tayyorlab qo'ygandim. Mana. Dada, küçük izlash e'loni yozib tutish buyrug'i berdi. Zirek, 2000 yuan'a çoxum mən erişim gerek. Neymiş bu? Ne bu keti? Oyey, qandaq gap bu? Biz uyimga kelib oldik-ku. Ben bu küçük kızış ilanını görüp geldim. Pulunu vermem size. Pulni men olaman. Men akaga ishlasmi Zerek. Ben alamam. Zerek emaskan. Kechir ona. Men emasmi Zerek. Meni. Ay, birden tinchlaninglar. Bu küçüklerin arasında Zerek bor yo'qligini sinaydigan bir amalim bor. Bu Zerek eng amrak sunyak shu. Bo'ldi, kassanglar bo'ladi. Bularning hech qaysisi men yitirib qo'ygan kichik emaskan. Ketmaymiz. Nega borsizlar? To'xtanglar. Dadi, Zerekni necha kun izlagan bo'lsaqmi topolmadik. Shavli aytib keladi, endi uningga nimami deyman? Zerek! Asta, Zerekni birisi o'ltirib terisini palto tikib kiygan o'xshaydi. Undoq emasdi. Hurmayak. Bir jupi 50 yuan. Hurmayak. Bir jupi 50 yuan. Zerekni qaytirsan! Zerek. Qarala, mana men Zerekni tepib keldim. Zerek bu yerda ekan-ku. Bu aldamchi ishtonlarni akeldim deb bizdan pul o'ndirmoqchi ekansan-da? Hey, mana bu haqiqiy Zerek. O saxtisi. Zerek.
damchi. Ziyrekni topdinglarmi? Bu saxtisi emasdi. To'xtanglar. Sinab baqaylik. Rostla ziyrakkan o'dan mushundoq ishlaydi. Sizlarga ko'p rahmat. Ziyrakka shunchasini qarab berdinglar. Bo'ldi, biz qaytaylik. Ko'ngillarni buzmanglar, uni uyga olib ketang deyapman. Navoda uni seg'insanglar, har qanday chog'da uni olib kelsam bo'ladi. Ko'nglimizni buzmadik. Appa, mushundoq chog'da piyoz to'g'ramsan, ha? Ziyrak ketishdan burun tuxum bilan piyoz qo'rib beray degandim. Ziyrak, buni sana beray. Buni alla Ziyrak. Xotirjam bo'l, bu veganning iliq cho'sh yilim emas. Ziyrak, sana belgidek bir narsam yo'qkan. Lekin do'stligimizni xotirlash uchun bu kiyimni tiktirdim. Qara, ustida sen amrak sungakning rasmi bor.不是一个天生美人杯子，可是我并没有半点自卑。因为狗比动手爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活。